Pul olib ketamizmi yo to'k olib ketamizmi? Senmisiz emanmi, siz yigitmi? Baba, xalajadan tarjimada bu nimani anglatadi? Xalajani o'zini tushunmadim men. Seni izlayman tuni kun deydi. Voy, variant ham kelmayapti. Vaqt kerak emas, to'ppa-to'g'ri. Ya, Men bilaman. faqat qattiq bosmang, bilmayman qanaqa ta'sir. Yigit. Yana nima deydi? Aksentlari qirg'izcha 100%. Qirg'iz tilida bu. Javobimiz aniq, javob bersak bo'ladimi? Ay, Uyg'urmi? Voy, qanaqa til bu? Arımız Türk kelime. Türümüz ұқсас, тіліміз ортақ, түбіміз бір. Бұл түркі тілмаш ойна. Мұнда дұрыс жауап берсең ақшасы тағысын, қателессең селт деп алсын. Бүгін бізде қонақта Өзбекстаннан келген мехмандарымыз. Өзбекстандағы шум балалары, КВН командасының ойыншылары Ислам Садулаев және Сарвар Яқшыбеков. Қолдарыңызда 10 мың теңге, алдарыңызда 10 яшық. Барлық сұраққа дұрыс жауап беруге кетесің. Assalomu alaykum, hurmatli Turkiy Tilmash ko'rsatuvini muxlislari. Mening adım İslam. O'zbekiston Respublikasi Xorazm viloyatida tug'ilganman. Hozirda karyeramiz Shumbollar komandasida yetib yotir. Jaydarman ko'rik tanlovini finalistlari bo'ldik. Xudoga shukr bu yil. Endi baringizga omad. Endi o'yinni ko'ramiz. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Mana bugun biz Turk Tilmas ko'rsatuvdamiz. Xudo xolasa O'zbekistondan mehmon bo'lib keldik. Xudo xolasa bundan oldingi ko'rsatuvda jamoamiz a'zolari Doniyor aka, Jasur aka ancha pul ko'tarib ketishdi. Bugun biz faqat shu to'p ko'tarib ketmasak bo'ldi. Xudo xolasa to'g'ri javob berib, shu konkurslarni yaxshi o'tkazamiz deb umiddamiz. Chaqirganingizlarga rahmat. Turkiy Tilmas YouTube ko'rsatuviga omad tilaymiz. Shumbollar nomidan. Rahmat. Qiyinlardan boshlaymizmi? Aniq taxmin qiling. Qaysi biri? Aniq taxmin qiling, Qipchoq guruhi. Qipchoq guruhi. Bo'ldi. Pul Qancha? Pul qancha? 510 tenge. Turka. Qirg'iz tilida tarjimada bu nimani anglatadi? Ana qirg'iz. Sizlarga do'stlar qo'ng'iroq bo'lsa bo'lar. Amerikada do'stimiz bu. Bu kim? Emir degan bola. Avval birga o'ynaganmiz Qirg'iziston ko'magida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikrom aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi, Islomjon. Aka, Xudoga shukr. Aka, hozir Qozog'istonda bitta ko'rsatuvga keldik. Turkiy Tilmash degan. O'shanga Qirg'izistondan bitta savol tushib qoldi. O'shanga javob berishga sizga telefon qilyotgandim, yordam bor edi. 30 sekund vaqtimiz bor. Vaqt ketdi. Aha. Turkiya qirg'iz tilida tarjimada bu nimani anglatadi degan. Nima degan savol? Turkiya degan. Turkani qirg'izchasini yo'q. Vaqtimiz tugadi. Bizda bizda. Va rahmat aka. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishamiz. Qirg'iz odamlarda bilmaydi qo'y buni. Taxminan aytaveraylik. Boshqa qirg'iz ayol boshqa. Endi faqat odamni kamsitish ma'nosida kelyapti-da. Mevamikan yo? Meva bo'lasana, churka degan so'z. Churka. Bosh kiyim. Bosh kiyim. Bir shomgrik. Ay. Yugur. Turkiya. Qirg'izistonliklarni o'zi bilmadi, hozir telefon. Do'stimiz endi telefon qilyaptilar. Afsuski endi yordam bera olmayman. Do'stim, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchmisan? Ishlaring yaxshimi? Rahmat. Biz Qozog'istonda bitta bag'darlamadamiz. Nima bo'lyapti? Churka degan so'z qanaqa ma'noni anglatadi? Churka. Chugur deganda. Ha, jugur, rahmat. Ertaga aytmaysizmi, biz to'g olib bo'ldik qo'mna yerda. Rahmat, Beder. Chugur deganda. Sağan çaldım götür böylesin.
Tez boshlagansiz. Ma'noni bildiradi. Ha, yugur, tez yugur degan. Ha, rahmat. Yugur, ha, yugur degan. Ha, rahmat do'stim, chalon men sizga. 9490 tenge. Ay. Qayoq tanlab ko'ramizmi? Bir qiziqdimi? Qiyinlardan boshlaylik. Qiyin bo'lib. Nima deysan? Ha yo'qmi? Aha, qayoqni tanlaymiz? Qancha pul tikamiz? 550 tengani. To'zon turkman tilidan tarjima qilingan so'z. Eski degan ma'noni anglatadi. To'zon. To'ppa-to'g'ri. Vaqt kerak emas, to'ppa-to'g'ri. Ya. Men bilaman. Xorazm turkman jaqa yaqin. Qo'shnilar bular. Qo'shnilar. Yaqin. Faqat topgansiz aniq. Ha, to'ppa-to'g'ri. Eski. To'zg'on. Xorazmchada to'zg'on deydi. Islom aka iltimos. Ha, to'g'ri. Eski degan ma'noni bildiradi. Durshon Murik. Bo'ldi. Yo'q. Chang. Voy, chang-ku. Chang to'zon, ha, o'zbekchada ham bor bu so'z. Chang to'zon. Topolmadik. Ajabman-ku. Ay. Faqat to'q ko'tarib ketamiz. O'zi ikkinchisi yomon bo'ldi. Ay. Nima endi? Qo'shiq qaysi tildan tanlaymizmi? Audio topishmoq bor. Bu yoqni uraylikchi, mana bundan ketaveramiz. Aka, faqat to'g'ab ketamiz bular. Bu yoqni tanlaylik. Sinov. Qo'shiq qaysi tildan bitta sinab ko'raylik, balkim toparmiz. Bo'ldi, qo'shiq qaysi tilda? Biz pul 1000 tenge. Tükenmezdi gözlerin, bakışında bir şarap, süzülüp içmeyim gelir. Ey baldı sözlerin, tükenmezdi gözlerin, bakışında bir şarap, süzülüp içmeyim gelir. Ey adam, ey adam, icazı versen, alarım gatan. Ey adam, icazı versen, alarım gatan. Bu qo'shiq Javobimiz Ozarbayjoncha. Uncha tushunmadik, lekin taxminimiz menimcha to'g'ri. sevgi, muhabbat Haqida yozgan ekan. men bilganimcha Buni o'zbekchasi ham bor. Bu kabutar yoki mani. Shu javobda qolamiz Ozarbayjoncha. o'zbekchasi kim? Jambul degan. Muhammad. Ha, Jambul Muhammad. Ozarbayjoncha. Ozarbayjoncha. Durshon Murik. Ay. Assalomu alaykum. Aytdimmi, shuni tanlaymiz, topamiz hozirda. Ozarbayjoncha qo'shiq. Nayrasi edi bu. Adam. O'zbekchasi madam. Madmazel, madam, go'zal sanda hammadan deb aytgan. Jambul. Qo'shiqdan bu bo'ldi. Demak, 50 yilligi qanaqa ekan? 50 mi? Ha, 50. 50. Biz Pulimiz qancha? 9940 tenge. 940 tenge. Patiya. Qoraqalpoq tilida tarjima qilinganda bu nimani anglatadi? Baraka, yechim. Duo bering degan ma'no emasmi bu patiya degan? O'sha patiya bering. Balkim baraka, balkim yechim. Hech kimdan yordam olsak bo'lmaydi. Yo'q, bunda yo'q. Baraka emas, o patiya. Patiyasini topdim. Yechimini topdim. Ana ishni qil. Patiyasi keladi. Qaysi bir chiyapti? Yo'q, yechim. Bata. Bata. Ha, bata. Patiya. Patiya. Xorazmda ham patiyalar bor-ku. Unda Yechim. barakani tanlay qolaylik yo. Nimaga asoslanib baraka deyapsan sen? Endi duoda ham baraka bor. Shunga. Может, bata bering degancha. Nima deysan, ayt. Baraka bo'la qolsin. Baraka. Qaraganda. Boriga baraka. Ay. Durshon Murik. Ay. Ay. Yes. Bata. Baraka. Duoda baraka bor deb turman. Tomosha aqlga ketdim. 10880 tenge. Ha, endi dam oldingmi? Bu yerda ikkita qoldi. Ay, aniq taxmin Gap qiling. ko'taring. Noyob til tanlaymizmi? Aniq taxmin qiling, noyob til. 10880 tenge. 880 tenge.
Baba. Xalajadan baba xalajadan tarjimada bu nimani anglatadi? Xalajani o'zini tushunmadim men. Bu javobni Baba otasi, Ha, dadasini dadasi. Bizda otasi deydi. To'g'rimi? Baba. tortib To'ppa turibdi to'g'ri. ekan. Xalajadan tarjimada bu nimani anglatadi? To'xta. Chaqaloq bo'lib qolishi mumkin bu. Baba. Yoki hayvon bo'lib qolishyapti. Yo'q, hayvon Baba emas. kelyapti deydi o'zinglar. Yo'q, xalajadan tarjimada ota ili chaqaloq de. Vaqtimiz tugadi. Qaysi biri? Ota ili chaqaloq. Shu nimasi? Ulkin otasi, Ulkan otasi cho'ng ota. cho'ng otasi, Cho'ng otasi. Papasida. papasini papasi. O'rtoq nusxa? Bolasi dedingizmi? Chaqaloq. O'rtoq Qaysi nusxa sizga Qaysi birida to'xtaysizlar? Siznikida to'xtaymiz. Dushonbek. Papasini papasi. Voy. Ay. To'g'ri. To'g'ri emas. Ota. Ha, otani o'zi. Biz dadasi demadik, tushundingizmi? Ay. Dadasi. Baba degan chalg'itdi-da u, baba. Kinolarda ham bor-ku, baba. Narxga ketdik. Topishmoqdan Oltin tenga. bu odam. Yo'da. Karluk guruhi. Biz Qanchamiz qoldi? 10. 500 tiyin. Tunugun. Uyg'ur tilidan tarjimada bu nimani anglatadi? Tunugun Uyg'ur tilidan tarjima tunukun. Tunukun. Kechayu kunduz deganda ya bizda. Lekin qo'shib yozilganda bu hozir. Balkim ular qo'shib yozar, bizga o'xshab emasdir. Buni Uyg'ur tilidan tarjimada bu tunukun degan. kechayu kunduz. Kechayu kunduz tunukun degan ma'noni. Kundan kun. Kun bilan. Yo'q, tunukun anu. Seni izlayman tunukun deydi. O'shunday so'z. Bir shop bersangizlar 10.500 tanga bo'ladi. Qachilsangizlar 9.500 tanga qoladi, jeni sekka qolsa. O'rtoq nusxa? Tunukun bu kechayu kunduz. Menda. Bir shop deydi. Ay. Kechi. Ha, o'zi ekan kechani. Tun shart emas ekan, kechani o'zi ekan. Voy, yana Uyg'ur. Yo'q, o'tgan kuni degani u. Kecha degani o'sha, o'tgan kuni. Audioda yutarmiz balkim. Toparmiz. Audioni tanlay olaylik. Sinovdan cho'ta qo'rqib turibman. Hay, sinov ko'raylik bitta. Mayli o'zimiz bir sinab ko'raylik sinovda. Sinov. Biz 500 tanga. Uni qancha qoldi deb so'rashga anaqa qilmay qoldi. Sinov, tak, yigit. Tatar tilidan tarjimada bu nimani anglatadi? Mix, oddiy, yigit, vaziyat, yigit. Yigit bo'lsa kerak, yigit. Yigit bir nima emasmi ularda ham tatarlarda? Yo'q. Cheli. Yigit. Bergil deyman. Yigit. Yigitmi? Vaziyat bo'lishi ham mumkin degani. Yigitdan kelib chiqib qanaqa aytadi? Tatar tilini bilmas ekanman uncha. Mix. Qani aytchi? Bunisini. Va yigit bo'la qolsin bo'lmasa. Bo'ldi. Bu sal osonroq konkurs ekan. Yigit. Tatar tilidaligi. Pul olib ketamizmi yo to'k olib ketamizmi? Sizamisiz, amanmisiz, yigitmisiz? bir shop bersangizlar 10.000 tanga bo'ladi. Qachilsangizlar 9.000 tanga qoladi, jeni sekka qolsa. O'rtoq nusxa? Yigit. Ay, уже qo'l. Yigit. Yigit. Aytyapman bu taraf. Lekin buni ham baribir o'ynashimiz yigitni. kerak edi. Tuganmaydi bu. 10.000. 10.000 tanga. Ani tugatib qo'yamizmi? To'ki. Bitta yo'q, topishmoqqa o'taylik. Menimcha oson bo'lsa kerak. Biz Topishmoq, ha? Topishmoq Qancha pul? 1000 tanga. Eshik oldinda sumili, astinda durt bag'ana. Oldinda ikki xanak. Artinda hepetke. Ana. Boshqa topishmoq. Bu nima degan? Eshik oldinda sumili,
Aslında 4 bag'ana. Oldinda 2 hanak. Oldida 2 degani 2 ta degani bo'lsa kerak. Hanak. Ortinda hepetke. Voy. Variant ham kelmayapti. Eshik oldinda sumeli. Eshik oldinda sumeli. Aslında 4 bag'ana. Ha, eshik degani eshik oldida sumalak, sumala, endi nima u sumala? Eshik degani eshik degani bo'lsa kerak. Aslında 4 bag'ana. Ostida degani. Oldinda 2 hanak. Ortinda hepetke. Anaqa emasmi? Ana o'zbekcha aytganda yalmog'iz kampir emasmi? Ortinda deydi. Heper. İşlemek emasligicha. Ham oxirini o'qib, ana supurgi deganlariga yalmog'iz kampir keldi, bo'ldi, boshqa variant kelmadi. Bag'ana. Boshqa bir qirg'izcha ham emas, qozoqcha ham emas. Boshqa. Aslında 4 bag'ana. Oldinda 2 hanak. Bizning javobimiz qarang, bu anaqa emasmi? Ikkita variant keldi. Quyon yoki kenguru. Ha? Qo'chqor. Qo'chqor bo'lib chiqmasa kerak endi shuncha narsa. Demak, Qo'chqorda dumi bo'lmaydi, dumni deysizmi siz? Nima? Oldida 2 hanak deyapti. Hanak nima u? Oldida 2 ta nima deyapti? Qo'chqorlarda shox bo'ladi. Bilasanmi? Ko'rganmisan qo'chqor? Echki emasmi? Qo'chqor. Qo'ymi? Nima? Qo'chqor. Ay. Sigir ekan, voy, saladashimiz. Qo'chqordan sigirga ko'chish kerak edi. Ay, уже. Sog'algan joyi. Sigirni bilmadik mana. Audioni tanlab, keyin oxirida qattiq bosadi hozir. O'z bosgani yetadi, yomon o'ribdi lekin. Aniq taxmin qiling. Aniq taxmin qiling, O'g'iz. biz Qanchamiz? Hammasini tik ko'ramizmi? 555 tenge. Oho, siz Akani ham qiynayman-da. Turkchada tarjima qilganda anaqa qarormi? Qaror chiqardi. Qaror turkchada tarjimada bu nimani anglatadi? Qaror meni qarorim, to'g'ri? Qaror Meni turkcha bilasiz, bitta aytingchi, o'xsharmi degan. O'sha Meni qarorim sen deb qiziga aytadimi shunday. endi meni yetmiyorum, meni qarorimni istiyorsun sen. Qaror o'zbekchasiga. Qaror. Faqat qattiq bosmang, bilmayman qanaqa tasdiqladi. bir so'm kerak. Ay. Qaror. Assalomu alaykum. Qiyinidan o'tib oldik, a? Уже qo'lda qo'l qamati topishga majbur bo'ldik уже. Qaror sheshim. Sheshim. Ha, qozog'cha sheshim. O'shada qaror degan bor. Meni sheshimim bo'ldi deydi. Audio menimcha qarorim tushsa kerak. Da, audio oxirida bermasalar atay. To'p beraman. Qanchamiz qoldi? Biz pulimiz 9555 tenge. 555 tenge yana. Tek. Ол қайдан келгенін мен бачым біліп болдым. İçine қан ол сұрақтарды меге тары беретле. Мен оның нені сұразам, жат ұқпағачы кіші болды. Меге он чозы бір емештен оның болғы бой айтқан сөздерінен жақталды. Оны ойып, менің самолетімді ол баштапла көрілі. Көрілі? Бұл немене? Немene? Bu neme емес. Bu самолет. Менің самолетім. Ол ұшақ. Uçak. Қандайда ұшақ тұтқанымды оғачала көйлегін аясы жартадым. Мұны оғала ол оны қиғырып еді. Bo'ldi. Ha, Turk olmaydigan kunlar ham bor ekan. Ақшаларыңыз екі есе көбейеді. Aha. Bizning javobimiz bor. Qarorimiz qat'iy. Uçaq dedi, bu qirg'izcha so'z. Keyin yana nima deydi? Aksentlari qirg'izcha 100%. Bu mening samolyotim.
Sening buning eshitganmiz, gaplashganmiz, do'stlarimiz bor Qirg'izistonda. qirg'izcha. 100% Nimaligini ham tushundik-da hozir, nima deyotganini hammasini. Topishmoq etdi, bu mening samolyotim dedi oxirida uchoq. Ya'ni qirg'izcha aytib qo'ydigan oxirida uchoq dedi. Qirg'izcha so'z 100%. Qirg'iz tilida bu. Javobimiz aniq, javob bersak bo'ladimi? Dұрыс жауап қойып берсеңіздер 19.110 теңге болады. Oh. Қателессеңіздер 9.000 теңге қалады және серт жазасыздар. Ортақ нұсқа Qirg'iz tili. дұрыс жауап берейік. Adashgan bo'lmaylik. Xudo xolasa. Ay, Uyg'urmi? Uy, qanaqa til bu? Oltoy tili. Bilmay qolgan bo'lsa uzr, eshitmagan. Qanaqasiga Oltoy tili? Oltoy Yo'q, Qirg'iziston ichidagi tilmi yo bu? O'zbek Uyg'ur deganga o'xshagan balkim. O'zbek tiliga o'xshaydigan millatlar bo'ladi-yu, masalan, Uyg'urlar. Boshqa tilda adashtirdik-ku. O'sha qirg'izlar bilan Oltoy tili. Voy, voy. Bo'ldi. 9.000 tenge. Mana ko'rsatuvimiz ham tugadi. Bizga eng yoqqani shu turkiy millatlar, nima xorazmcha gapira qolay. Ha, bemalol. Ko'rsatuvimiz ham tamom bo'ldi. Ko'rsatuv demakdir bizlar turkiy xalqlarni ko'pligini, dili bir-biridan o'xshashligini ko'rib o'rgandik, o'zimizga bir narsa oldik. Avvalambor chaqirgani uchun og'amizga katta rahmat aytaman. Ularni shu hurmat etib, bizlarga loyiq ko'rib shu ko'rsatuvga chaqirgani uchun rahmat. Bugungi turkiy tilmas ko'rsatuviga chaqirganingizga katta rahmat. Bugun xursandmiz to'g'risi shu bolalar nomidan. Turkiy tildosh xalqlarni savol-javoblar shu bilan qiziq ekan, menga juda yoqdi. Pul bo'lmasa ham eng muhimi topishga harakat qildik, ko'p bo'lsa ham. Umuman olganda shu bolalar komandasi mana shu Qozog'istonga kelishimiz sababi shu turkiy tildosh, qozoq tilini o'rganib, harakat qilib, ichimizda o'zbeklar ko'p, ikkita Toshkentda katta bo'lgan qozoqlarimiz bor, lekin o'zimiz ham harakat qilib shu turkiy tildosh bo'lgani bilan o'rgansak bo'ladi-ku deb tilini hurmat qilib o'rganib mana Qozog'istonga kelib, rahmat o'sha muxlislar qo'llab-quvvatlab finalgacha bordik. Xudo xolasa finaldamiz. Kelinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Turkiy tilmas ko'rsatuviga katta rahmat aytamiz. Taklif uchun rahmat. Xudo xolasa keyingi ko'rsatuvlarda ham kelib, faqat to'kamasdan pul olib ketishga harakat qilamiz. Rahmat sizlarga. Dunyoda 200 milliondan asатын түрк халықтары бар. 40-тан асатын түрк ұлттары бар. Бағдарлама мақсаты екі адамды ұстап алып, отырыс қойып, тоқпен соқ емес. Бағдарлама мақсаты әрбір түрк халқы өз тілінде сөйлесіп, гәпірәшіп, бір-бірімен тәржімасыз. Аңлашу керек. Тілін o'rganib, qiziqib bir-biriga. Сіздердің ұтыстарыңыз 9.000 теңге құтты болсын. Rahmat. Rahmat. Abdushi.